Mana shu nasos 380 lik 1,5 kilovatli. Faqat 60 voltdan boshlab 220 voltgacha DC постоянный tok bersa, muammosi yo'q ishlayveradi. Mana tepada turgan mana shu 3 ta faza. 3 ta panel. Plus minus emas. 50 voltdan bo'lganda, plus minus bo'lganda 150 volt, 200 voltgacha 4 ta ulasiga ham bo'ladi yoki kombinirованный qilib 6 tasini ulasiga ham bo'ladi. Lekin bizga hozirgi paytda 3 tagina panelni o'zi yetadi. Buni hozir aravani kattalashtirganmiz, endi kichkina variant qilsa ham bo'lar ekanda, ixcham qilib. Kichkinagina ixcham variant qilamiz. Budjetli variant qilib va 3 ta panel bilan ishlatamiz. Yengil bo'ladi, bemalol joyini o'zgartirish mumkin, ruchni olib yurishga. Va mana bunaqa kichkinagina kontrolleri bo'ladi. Shu kontroller orqali bo'ldi. O'sha nasosni mana boshqaraveradi. Bo'ldi mana nasoslarni hozir boshqatdan qotirsa ishlangani. Bu eksperimentalniy bizni nasosimiz. Bola bo'lib qoldimi? Davleniya